Kuchli insongina kechira oladi. Oyat va hadislar orqali Allohning kechiruvchi ekanini bilamiz. Shuning uchun unga istig'for aytamiz. Gunohlarimiz, hatto kamchiliklarimizni afv etishini so'rab turamiz. Inson ham shunday, kechirimli bo'lishi kerak. Agar biror banda boshqasini xafa qilib qo'yib, undan kechirim so'rasa, kechirsin. Inson hayotda yashar ekan, ayrim noqulayliklarga duch keladi. Qandaydir muammo bo'ladi, kimdir uni xafa qilib qo'yadi, nimadandir ozor chekadi va hokazo. Bu noqulayliklar ishda, o'qishda, uyda va boshqa duch kelgan joyda yuzaga kelishi tabiiy. Unga yomonlik qilgan odam qasddan yoki bexosdan qilgan bo'lishi mumkin. Xullas, insonning boshiga nimadir tushadi. Ba'zilar unga nisbatan javob qaytarishni xohlaydi. Javob qaytarish yo'llari ham har xil. Kimdir to'g'ridan to'g'ri yuziga soladi, kimdir uning ustidan boshqa odamga arz qiladi. Ya'ni, o'zidan katta mansabli kishiga, ishxonada bo'lsa direktorga yoki tegishli joylarga shikoyat etadi. Endi ikkinchi toifa odamlar borki, ular bo'lib o'tgan voqealarni qalbida, xayolida ko'tarib yurmaydi. Kechiradi, qo'yadi. Qaytib bu haqda o'ylamaydi ham. Shunda bag'rikenlikka, kechirimlilikka o'rgangan bo'ladi. Kechirish uchun unga yomonlik qilgan odamning kechirim so'rashi ham shart emas. Buni ko'rgan ba'zi ichqoralar bu odamga nima qilsang ham kechirib yuboradi. Unga nisbatan har qanday ishni qilsang bo'laveradi. Baribir gina saqlamaydi. Bechora qarshi ham chiqa olmaydi. Kuchi ham yetmaydi. O'zining hurmatini bilmaydi. Uning his-tuyg'ulari bilan o'ynasang bo'ladi. Uni har ko'yga solishing mumkin. Uning hurmati yo'q deb o'ylaydi. Lekin yaxshilab qaralsa, kechiruvchilarning barchasi kuchli insonlar bo'ladi. Ular kuchli bo'lgani uchun ham kechirishga qurbi yetadi. Haligi birinchi toifa odamlar esa kuchsizlar. Shuning uchun javob qaytarishga tushishadi. Haqiqatdan hayotda e'tibor beradigan bo'lsak, kuchli insonlar indamay ketaveradi. Ammo kuchsiz ojizlar darrov tili yoki qo'li yoxud boshqa yo'llar bilan javob qaytarish paydat bo'ladi. Kechirgan inson o'zini va boshqalarni hurmat qila bilgan odamdir. Bu borada Mahatma Gandining gapi bor. Kuchsiz kechirishga qodir emas. Kechirimlilik kuchlilarning sifatidir. Naqadar to'g'ri gap. Chindan ham kechirimli bo'lishga hamma ham erisha olmaydi. Oddiy, kuchsiz odamlar bu sifatni ko'tara olishmaydi. Yomonlik bilan qaytarilmasligiga to'liq ishongan insongina kechirimlilik sifati topiladi. Bunday odamlar yomonlik qiluvchining ishi xatoligini bilib qo'yuvchi xatti-harakatlar qilishi ham mumkin. Shunday ustalik bilan ko'rsatadilarki, u odam o'zining xato ish qilayotganini sezib, qayta yomonlik qilmay ham qo'yadi. Bundaylar kuchli inson deyiladi. Qolaversa, kechirimlilik Alloh taoloning sifatlaridan biridir. Bu sifatni u zot o'zi suygan solih bandalarigagina beradi. Timoti Kellerning mashhur gapi bor. Kechirimlilikning mohiyati azorni sug'urib olib tashlashdir. Kechirgan odam bo'lib o'tgan ko'ngilsizliklarni qaytib o'ylamaydi, eslamaydi. Qalbidan uni sug'urib olib tashlaydi. Inson birovni kechirgan paytda ruhiyatida shunday porloq nur paydo bo'ladiki, bu uning ruhiy iztiroblaridan xalos bo'lishiga yordam beradi. Uni butunlay boshqa odamga aylantirib qo'yadi. Agar kechirmay yursa, barcha o'y-xayollari birovdan o'ch olishga qaratilgan bo'ladi va bu o'z navbatida uning turmushidagi barcha jabhalarga salbiy ta'sir qiladi. Bemorligim. Shayx Ali Tantoviy kitoblarining birida quyidagi voqeani aytib beradi. 1957-yilda qattiq bemor bo'ldim. Anchagina yotib qoldim. Buning sababi esa virus edi. U menga yoshgina dahriy shifokor qasddan yuqtirgandi. Odatda bizning yurtimiz Damashqda bu turdagi virus uchramasdi. O'sha vaqtda shifoxonaga borishimga sabab yuragim og'rigandi. Ma'lum bo'lishicha, unda bir necha tosh va zarrachalari mavjud bo'lib, uning oqibatida pot kasalligiga chalinayotgandim. Bora-bora nafaqat yuragim, balki boshqa organlarimda ham og'riq alomatlari sezilayotgandi. Virus orttirib olganim oqibatida boshqa kasalliklar ham qo'shilib, holatim yana tanglashdi. Kasalim kuchaygandan kuchaydi. Umrim Damashq markaziy shifoxonasida o'tardi. Jarayon cho'zilib ketdi. Keyinchalik buyrak kasalliklariga mo'ljallangan shifoxonaga o'tdim. U yerda 10 oydan ko'proq muddat yotib qoldim. Onda-sonda uyimga borardim, lekin ahvol tezda yomonlashar va zudlik bilan yana kasalxonaga qaytardim. Shifokorlar kuniga 2 mahal peshobni tahlil qilishardi. O'zgarishlarni qayd qilib borardilar. Kasallik cho'zilib ketganidan o'zim ham qiynalib ketdim. Yuragim siqilardi. Nihoyat Allohga yuzlandim.
Allohim, ikkisidan birini ber. Agar shifo topishimda men uchun yaxshilik bo'lsa, menga o'zing shifo bergin. Agar o'lim men uchun xayrli bo'lsa, tezroq jonimni olgin. Atrofimdagi tanigan bilganlarim, qarindoshlarim, oilam tuzalib ketishimni so'rab haqqimga duo qilardilar. O'sha kuni Allohga astoydil yolvordim. Shifo berishini so'radim. Qalbimdan Robbim menga shifo berishiga, tuzalib ketishimga juda ishonardim. Bunga zarra qadar bo'lsa-da shubha qilmasdim. Saldan so'ng og'riq pasaya boshladi. 1-2 kun deganda dard aziyati yo'qoldi. Navbatdagi peshob tekshiruvi bo'ldi. Natijadan shifokorlar hayratda edilar. Chunki peshob tahlili musbat, ya'ni mutlaqo toza chiqdi. Ko'riklar kundan kunga yaxshilanib borardi. Bundan hamma hayron bo'lardi. Shifokorlar mening kasalligim, tuzalishim, xullas barcha voqealar bo'yicha yig'ilishlar o'tkazar, majlislar qilishardi. Samaradorlik ortib borayotganidan lol bo'lib, bunga sabablar axtarishardi. Sizlarning tibbiyotingiz kuchi yetmaydigan ishlar buning barchasi. Ovora bo'lmanglar. Mazkur o'rinda tabobat ojiz, dedim nihoyat ularga qarata. Dard bergan zot shifosini ham berguvchidir. Bizga faqatgina shifoni qidirish buyurilgan. Men o'sha sabablarning barchasini axtardim. Choralarni izladim. Ha deganda tuzalib ketavermagach, o'ziga iltijo qildim. Robbim o'zi menga shifoni berdi. Zero Alloh taolo tabobat yoxud sabablarsiz ham bunga qodirdir. Bu xuddi bolakayga yegisi kelayotgan narsani bekitib qo'yib, topib ko'rchi deganingizda rosa axtarib topolmaganidan keyin o'zingizga yalinib yig'laganiga o'xshaydi. Oxiri unga so'raganini berasiz, garchi qidirishni to'xtatgan bo'lsa-da. So'ng uni sizdan olib, tanovul qilib qornini to'yg'izadi. Alloh taolo ham sizga dardining shifosini qidirishini buyurgan. Izlaysiz, topolmagach, Allohning o'ziga yalinsangiz, sababsiz ham so'raganingizni berib yuboradi. Menda ham xuddi shunday bo'ldi. Allohga shukrlar bo'lsin, o'zi shifo berdi. Chorasiz qolganlarning ohini Alloh albatta eshitadi, o'zi yordam beradi, inshaalloh. Kechirimlilik ichki jarohatni tikuvchi ip. Kechirimlilik insonlar o'rtasidagi o'zaro muhabbatni tiklaydi. Masalan, kimdir yaqinlaridan biri tomonidan o'zi xohlamagan holda bir noxush holat yuz bersa, butun hayoti davomida u insonni yomon ko'rib o'tadimi? Agar uni kechirib yuborsa-chi, oralaridagi aloqa yanada mustahkamlanadi va yangi darajaga chiqadi. Kechirimlilikni insonning ichki jarohatlarini tikuvchi ip desak mutlaqo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bir inson xafa bo'lganida uning qalbida jarohat paydo bo'ladi. O'sha jarohatni kechirimlilik rishtasi bilangina davolash mumkin. Xuddi inson tanasidagi yirik jarohatni ip bilan tikmasa, qiyshiq holatida bitib ketganiday. Qalb jarohati ham o'z vaqtida tikilmasa, o'sha holida qotadi va butun umr insonga azob berib o'tadi. Garri Zukavning bu boradagi gapini keltiramiz. Kechirish o'tmish yuklarini ko'tarib yurmaslik deganidir. Kimnidir yaqin insoni xafa qilib qo'ydi-yu, haligi odam uni kechirmasa, doim u haqda salbiy fikrlar qolaveradi. Undan o'ch olishni istaydi, qalbida unga nisbatan adovat alangasi kuchayib ketaveradi. Agar uni kechirib yuborsa-chi, qalbidagi katta yukdan xalos bo'ladi. Qaytib u yuk bilan o'zini qiynab cho'ktirib yurmaydi. Shuni unutmaslik kerakki, nafsning najot topishi, salbiy quvvatlardan xalos bo'lishi, mag'firat, ya'ni kechirish bilan bo'ladi. Numon Alixonning shunday gapi bor. Bir insonning bag'ri keng, kechirimli bo'lishi boshqa bir insonga nisbatan yaxshilik qilishi bilan cheklanmaydi. Faqat shugina emas, balki kechirimli bo'lish inson o'z qalbidagi jarohatini davolash demakdir. Odamlar kechirimlilik doim insonlarga yaxshilik qilish va kechirib yuborishdan iborat deb o'ylashadi. Aslida kechirimlilik qalbning yarasini tuzatish, uni davolashdir. To'g'ri, kechirmasdan qasos olsa bo'ladigan jinoyatlar ham ko'p, ammo xohlasa kechirsa ham bo'ladi. Shunday qilsa, ko'ngildan hech qanday yuk qolmaydi, qalb orom topadi. Lola Gifti Akida aytadi, kechirimli bo'lish ishlarni yangidan boshlash demakdir. Xo'sh, bu gapni qanday tushunamiz? Inson avvalgi holatni, o'tmishni eslayversa, hayoti oldinga qarab siljimaydi, uni yangidan boshlolmaydi. Shuni bilishimiz kerakki, biz hozirgi kunimiz bilan yashashimiz lozim. Chunki kechagi kun o'tib bo'ldi. Endi bizga na foydasi va na zarari tegadi. Kelajak ham hali kelmadi. U o'z nomi bilan kelajak. Biz uni ham qayta o'ylayversak, hayotimiz ham tashvishdan xoli bo'lmay qoladi.
Faqat hozirimiz bilan yashashimiz zarur. Ertangi kunning rejasi tuzib qo'yilishi mumkin, ammo uning tashvishi qilinmaydi. Hozirgi go'zal hayot o'tmish yuklarini ko'tarib, ularni o'zi bilan olib yurmaydi. Inson porloq kelajakka erishishni xohlasa, bugunni go'zal qilsin. Bu uchun esa kechagi kunning barcha noxushliklarini va ginalarini qalbidan chiqarib tashlashi kerak. Demak, inson hozirdan yangi hayot boshlayman desa, o'tmish arqonlarini qalbidan kesib, uzib tashlasin. Shunda kelajagi uchun hozirgi go'zal qilgan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida kelajagi ham shunday go'zal bo'lishiga olib keladi. O'tmishning keraksiz yuklarisiz kelajak safariga yaxshi va oson yetib keladi. To'g'rida, masalan, qiyinchilikda yashagan inson bir kun kelib to'kin sochinlik hayotiga erishsa, o'tmishini eslayverishdan unga ne naf? Bu unga siqilishdan boshqasini bermaydi. Shunday ekan, u hozirdan xursand yashashi kerak.